Nuşlar ganimettir, seyretin güstollar. Tavakkal Qodirovning 100 yilligi UNESCO tomonidan xalqaro darajada nishonlanadi. O'zbek san'atining yorqin namoyandasi O'zbekiston xalq artisti Tavakkal Qodirovning 100 yilligi UNESCO tomonidan 2026-2027 yillarda xalqaro yubileylarga kiritildi. Bu qaror O'zbekistonning taklifi asosida qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya va Turkmanistonning qo'llab-quvvatlovi bilan qabul qilingan. Yubileyni ro'yxatga kiritish masalasi Samarqandda o'tkazilgan UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasida ma'qullangandi. Tavakkal Qodirov 1926-yilning 10-iyunida Farg'ona viloyatining Quva tumanidagi Sultonobod qishlog'ida dunyoga kelgan. U o'zbek qo'shiqchilik san'ati rivojiga salmoqli hissa qo'shgan, hofiz sifatida tanilgan va 1989-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Ijodi butun dunyoga yoyilgan Tavakkal Qodirovning qo'shiqlari Markaziy Osiyodan tashqari ham katta e'tirofga sazovor bo'lib, 100 dan ortiq qo'shiqlari o'zbek san'atining oltin fondida saqlanmoqda. U turli tillarda, jumladan Eron, Hind, Arman, Ozarbayjon, Uyg'ur va arab tillarida qo'shiqlar yaratgan. Anhoruzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.